Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Management of Advanced Medical Devices, ya'ni zamonaviy tibbiy qurilmalarni boshqarish amalga oshirish kursining 6-ma'ruzasiga yetib keldik. 6-ma'ruzada moliyaviy rejalashtirish, byudjetlashtirish va moliyalashtirish haqida gaplashamiz. Moliyaviy manbalar tibbiy texnika boshqaruvida yangi tibbiy uskunalarni sotib olishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Moliyaviy rejalashtirish, byudjetlashtirish va moliyalashtirish yangi xaridlarni rejalashtirishning dastlabki bosqichida va xarid jarayoni boshlanishidan avval biriktirilmog'i lozim. Ya'ni birinchi rasmda ko'rib turganimizdek, bunga tegishli asosiy harakatlar, ularning natijalari ko'rsatilgan. Ya'ni sarflar har xil materiallarga, misol uchun inventarizatsiyaga, kompyuter bo'ladimi, har xil nimalarga sarflar. Keyingi jarayonlar va harakatlar uskunaga sarflanadigan kapital xarajatlarni taxminan baholash, yillik xarajatlar va daromadlarni taxmin qilish, byudjetni tayyorlash, so'rash va ajratish, byudjet xarajatlarini ko'rib chiqish, agar kerak bo'lsa, moliyalashtirish uskunalariga ega bo'lishning muqobil variantlarini aniqlash va baholash. Natijalar, ya'ni xarajatlar smetasi, kapital qo'yilmalar rejalari, real kapital va operatsion byudjetlar, pul mablag'laridan samarali va oqilona foydalanish. Byudjet bu rejalashtirilgan resurslar sarflanishini muayyan muddat davriga bog'lash vositasi. Byudjetlar biron bir tashkilotga, masalan, kasalxonaga yoki ambulatoriya poliklinikasi, kasalxona bo'limi kabi tashkilotning ayrim qismlariga ma'lum bir vaqtga, masalan, bir oy yoki bir yilga mo'ljallangan mablag'larni belgilaydi. Ushbu shifoxona bo'limlari odatda xarajatlar markazlari sifatida ishlaydi, ya'ni xarajatlar uchun ular javobgardir. Byudjet bu tashkiliy rejadir. Odatda pul shaklida ko'rsatiladi, demak byudjet oldindan ishlab chiqiladi. Qancha pul va nimalarga yoki nima maqsadda sarflanishi mumkinligi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi, ya'ni rejalashtirilgan xarajatlar va daromadlarni ro'yxatlaydi. Rejalashtirish va nazorat qilish o'rtasida markaziy bog'lanishni tashkil etadi. Byudjetlar menejment va idoralar faoliyatini nazorat qilish uchun asos sifatida ishlatilishi mumkin. Rejalashtirilgan va haqiqiy xarajatlar o'rtasidagi farq dispersiya deb ataladi, ya'ni og'ishlar. Ma'lum bir tashkilot, donor yoki vazirlik tomonidan belgilangan shakl yordamida tuziladi. Odatda u turli xil tematik bo'limlarga va kichik bo'limlarga bo'linadi. Xodimlar, xodim bo'lmaganlar kabi. Byudjet turlari. Byudjetlarning bir necha turlari mavjud. Ushbu rasmda ko'rsatilgan, ya'ni byudjetlar moliyaviy tafsilotlar bilan chegaralanib qolmay, ular xodimlar resurslarini soat, kun yoki oy bo'yicha faoliyat darajasi va daromadlarini miqdoriy jihatdan aniqlashi mumkin. Statistik byudjet, ya'ni operatsion byudjet, ikki xil byudjet bor. Daromad byudjetlari, xarajat byudjeti. Daromad byudjetlari bemorlarga xizmat ko'rsatishdan tushadigan daromadlar, bemorlar bilan bog'liq bo'lmagan xizmatlardan tushgan daromadlar hisoblanadi. Va xarajat byudjetlari esa ta'minot materiallariga xarajatlar byudjeti, mehnat xarajatlari byudjeti, ma'muriy va umumiy xarajatlar byudjeti, asosiy faoliyat bilan bog'liq bo'lmagan xarajatlar byudjeti. Endi bu nima bilan bog'liq? Kapital byudjet bilan bog'liq. Kapital byudjet esa naqd byudjet, ya'ni daromadlar byudjeti, xarajatlar byudjeti bilan bog'liq. Statistik byudjet. Statistik byudjet ko'rsatiladigan xizmatlar miqdorini belgilaydi. Odatda to'lovchilar turi bo'yicha tasniflanadi va shu tariqada boshqa batafsil va aniqroq byudjet turlari uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Bu o'z daromadlarini ko'rsatiladigan xizmatlar soniga qarab yaratiladigan kasalxonalar uchun juda muhim hisoblanadi. Statistik byudjet kasalxonada qancha tibbiy xizmat ko'rsatilishini va ushbu xizmatlar kim tomonidan va qanday moliyalashtirilishini rejalashtirishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Keyingisi operatsion byudjet. Operatsion byudjet kasalxonani odatda qisqa muddatli daromadlari va ishlash uchun zarur bo'lgan xarajatlar bilan shug'ullanadi. Operatsion byudjetlar odatda 12 oylik vaqtni toplaydi. Kasalxona odatda xarajatlar daromadlardan oshmasligiga harakat qilishi kerak. Operatsion byudjetlar, masalan, tibbiy asbob-uskunalarni ishlatish va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini qoplaydi. Ideal holatda qoplamog'i lozim. Ya'ni ular binolarga, transport vositalariga va jihozlarga kapital qo'yilmalar kabi uzoq muddatli investitsiyalarni qoplamaydi. Quyida kapital byudjetni qarang, ya'ni daromadlar byudjetlari. Daromadlar deganda kasalxonada bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatishdan olinadigan daromad tushuniladi. Daromadlar turli xil shakllarda bo'lishi mumkin. Masalan, hukumat yoki mintaqaviy sog'liqni saqlash boshqarmasi tomonidan mablag' ajratilishi, bemorlarning to'lovlari yoki qo'shimcha to'lovlar, tibbiy sug'urta fondi kabi uchinchi tomon to'lovchilari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar asosida moliyalashtirish yoki daromadlar odatda bemorlarga ko'rsatilgan xizmatlar bilan bog'liq.
Shu bilan birga shifoxona tibbiy xizmat ko'rsatish darajasidan mustaqil ravishda, masalan, tashqaridan jalb etish va tashqi xayriyalar hisobidan mablag' yaratilishi mumkin. Xarajatlar byudjetlari. Xarajatlar shifoxonaning daromad olish uchun sarflangan va hisobot davri mobaynida foyda yoki zararni hisoblash uchun tushumlardan ajratilgan pullarni anglatadi. Xarajat bu odatda biron qiymatlar evaziga, masalan, tibbiy buyumlar uchun to'lanadigan mablag'. Xarajatlarni muntazam ravishda boshqarish va nazorat qilish uchun xarajatlar byudjeti odatda turli bob va bo'limlardan iborat. Masalan, ta'minot xarajatlari, ish haqi, shuningdek, ma'muriy va umumiy xarajatlar. Keyingisi naqd byudjet. Naqd byudjet bu kasalxonaning naqd pul tushumlari va naqd pul to'lash rejasi hisoblanadi. Kasalxonaga hukumat, bemorlar yoki uchinchi tomonlar shaxslardan to'lovlar daromad sifatida kasalxonaga pul tushishini kutilayotgan va aslida olingan davr uchun rejalashtiriladi va qayd etiladi. Bu bemorga xizmat ko'rsatiladigan vaqtdan farq qilishi mumkin. Xuddi shunday naqd pul berish kasalxonada to'lovlarni amalga oshiradigan vaqt uchun xarajatlar sifatida rejalashtiriladi, ya'ni byudjetlashtiriladi. Bu kasalxona tovarlarini sotib oladigan va qabul qiladigan paytdan farq qilishi mumkin. Keyingisi kapital xarajatlar byudjeti. Kapital xarajatlar byudjeti bu asosiy vositalarni sotib olish rejasi, asosiy vositalar uchun ishlatiladigan boshqa atamalar, moddiy aktivlar yoki kapital qo'yilmalardir. Asosiy vositalar bu qiymati ma'lum darajadan oshadigan, qariyb doimiy ravishda, ya'ni 1 yildan ortiq foydalaniladigan va odatda sog'liqni saqlash xizmatlarini ko'rsatishga ishlatiladigan binolar, yerlar, transport vositalari va jihozlardan iborat. Byudjetlar faoliyatning haqiqiy darajasi va tegishli daromadlarga mutanosib ravishda statik yoki moslashuvchan bo'lishi mumkin. Ammo byudjet har qanchalik puxta tuzilgan bo'lsa-da, bu shunchaki taxmin. Byudjet yilning oxiriga kelib, mablag'lari tugagan bo'limda xodimlar bo'sh o'tirishi, boshqa bo'lim esa shu vaqtning o'zida byudjet qoldiqlarini tezroq sarflashga harakat qilishi holatlari tez-tez uchrab turadi. Ushbu xatti-harakatlarning mantiqiy asosi bu inkremental byudjetlashtirish, kelgusi yil byudjetini o'tgan yil xarajatlari asosida shakllantirishning odatiy amaliyotidir. Xarajatlarni tartibga solish uchun qanday qoidalar mavjud? Masalan, sotib olish qoidalari, ko'pincha klinik menejerlar ma'muriy hisobot ehtiyojlarini ham kam tushuntirishadi. Bitta byudjet moddasi bo'yicha tejalgan mablag'lar bilan nima qilish kerak? Ushbu mablag' boshqa byudjet yo'nalishlariga o'tkazilishi mumkinmi yoki kelasi yil ishlatilishi mumkinmi? Byudjet moddasida mavjud mablag' yetarli bo'lmaganda nima qilish kerak va shu kabi ishlar. 3-rasmda ko'rinib turibdiki, byudjetlashtirish strategik va operatsion rejalashtirish, nazorat qilish va hisobotlarni o'z ichiga oladigan siklning bir qismini tashkil etadi. Byudjetni shakllantirishning an'anaviy usullari statik bo'lib, o'z tarkibiga quyidagilarni oladi. Ya'ni inkremental byudjetlashtirish. Eng ko'p ishlatiladigan byudjetlashtirish yondashuvi. O'tgan yilgi byudjetni boshlang'ich nuqta sifatida qabul qiladi, rejalashtirilgan faoliyat darajasiga hamda xarajatlar va narxlarning kutilayotgan o'zgarishiga qarab byudjet moddalarini to'g'rilaydi. Noldan boshlab byudjetni shakllantirish. Noldan boshlanadi, ya'ni yangi byudjet va o'tgan yillar byudjetlari o'rtasida bog'liqlik yo'q. Barcha sarflanadigan resurslarning narxini yangidan boshdan baholaydi. Barcha jarayonlar va tadbirlar, harakatlar to'g'risida batafsil ma'lumotlar talab qiladi. Aksincha, moslashuvchan yoki faoliyatga asoslangan byudjetlar talab yoki narxlar o'zgarishiga javob berish uchun tashkilot yoki dastur doirasidagi operatsiyalar, tadbirlarning har xil darajasini hisobga oladi. Odatda moslashtiriladi, ya'ni boshlang'ich byudjet kelishib olinadi va qo'shimcha tadbirlar uchun zarur bo'lgan byudjet keyinroq qo'shiladi. Standart birlik xarajatlari yoki baholar, narxlar odatda boshida kelishib olinadi, o'zgaruvchan xarajatlar hisoblanadi. Kasalxonalar kamdan kam, ya'ni biznes reja, kasalxonalar kamdan kam hollarda o'zlarining yillik foydalari va taqsimlangan foydalari pul zaxiralari hisobiga qimmat sarmoyalarni mablag' bilan ta'minlay olishadi. Agar shifoxona bankdan yoki uchinchi shaxslardan kredit oladigan bo'lsa, u odatda mablag' bexatar va yaxshi sarmoyalaganligiga homiylarni, investorlarni ishontirishi kerak. Katta sarmoyalar uchun kasalxonaga biznes reja tuzish kerak bo'lishi mumkin. Odatda biznes reja 1 yildan 3 yilgacha, ba'zan 5 yil va undan ko'proq vaqtni qamrab oladi. Ko'pincha bank yoki investor biznes yoki biznes g'oyasi kredit berishga yoki pul qo'yishga maqbulligini hal qilish uchun biznes rejani so'raydi. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, biznes reja odatda 3 ta asosiy jihatlarni qamrab oladi: tashkiliy va operatsion jihatlar, marketing jihatlari va moliyaviy jihatlar. Tashkiliy va operatsion jihatlar quyidagilarni o'z ichiga oladi. Biznes g'oyasi, masalan, taklif qilinadigan xizmatlar, maqsad va vazifalar, mijoz uchun xizmat qiymati,
biznes joylashgan joy, guruh a'zolari va vakolatlari, zarur jihozlar, operatsion quvvat va shu kabi ishlar. Keyingisi marketing jihatlari. Bozorni hajmi va raqobatchilarni tahlili, ularning kuchli va zaif tomonlari, maqsadli mijozlar va potensial kutilayotgan talab, rejalashtirilgan bozor ulushi, marketing strategiyasi, shu jumladan reklama va sotishlar. Moliyaviy jihatlar. Biznes aktivlarini o'z kapitalini, sizning kasonangizning kapitalini, majburiyatlarini, sizga qarz bergan yoki biznesingizga sarmoya kiritgan boshqa odamlarga yoki tashkilotlarga qarzdor bo'lgan pullarni o'z ichiga olgan prognoz qilingan balanslardir. Biznesning kutilayotgan daromadlari va tegishli xarajatlarni o'z ichiga olgan natija rejasi deb nomlangan kutilayotgan daromadlar to'g'risida hisobot. Moliya rejasi deb ham nomlanadigan prognoz qilinadigan pul oqimining hisoboti va u pul tushishi va chiqishini nazorat qilinadi. Har xil xarajatlarni taqsimlashni o'z ichiga oladigan batafsil xarajatlar smetasi natijalar rejasining bir qismi sifatida talab qilinadigan sarmoyalar darajasi va investitsiyalarning kutilayotgan rentabelligi. Kasalxona menejerlari ba'zida yangi tibbiy asbob-uskunalar narxini taxmin qilishda yo'l qo'yadigan keng tarqalgan xatosi shundaki, ular ushbu qurilma uchun internetda topadigan eng past narxni hisobga olishadi. Birinchidan, ushbu narx yarim yil ichida, shuningdek spetsifikatsiya va boshqa xarid hujjatlari tayyor bo'lganda va tender yoki boshqa shakldagi tanlov asosida xarid qilish e'lon qilinib o'tkazilganda taqdim etilishi keragiga kafolat yo'q. Eng muhimi, internetda e'lon qilingan narxlar tibbiy asbob-uskunalar shifoxonada ishlashi uchun zarur bo'lgan xizmatlar va ma'lumotlar evaziga qilinishi kerak bo'lgan boshqa xarajatlarni qoplamasligi mumkin. Uskunaning oddiy narxidan tashqari shifoxona qo'shimcha xarajatlarni hisobga olishi kerak. Masalan, xizmat ko'rsatuvchi va foydalanuvchi qo'llanmalari, aksessuarlar to'plami, sarf materiallari va ehtiyot qismlari kabi moddiy xarajatlar to'plamining narxi. Agar shifoxona sotib olish agentligidan foydalansa, har qanday xarid xizmatlar uchun to'lovlar, jihozlarni shifoxonaga yetkazib berishning narxi, bunda qadoqlash, dengiz yoki havo orqali xalqaro yuk tashish, sug'urta, import bojlari, bojxona rasmiylashtiruvi, saqlash xarajatlari va keyinchalik avtotransport yoki temir yo'l transporti orqali olib borish, transportda avtoyuklagichlarini yo'llash, montajdan oldingi ishlar, masalan, kabellarni o'rnatish, konditsionerlar va kuchlanish stabilizatorlarini tuzatish va qayta tiklash ishlarining qiymati. O'rnatish, ishga tushirish va dastlabki o'qitish bo'yicha yordam uchun xarajatlari, uskunalarga yillik texnik xizmat ko'rsatish qiymati, uskunaning kengaytirilgan kafolat narxi, qo'shimcha xodimlarni jalb qilish xarajatlari, malaka oshirish kurslarining narxi va shu kabi ishlar. Qo'shimcha daromadlarni yaratish. Yuqorida aytib o'tilgandek, shifoxona daromad keltiradigan loyihalar va biznes faoliyati orqali qo'shimcha mablag' yaratishga qaror qilishi mumkin. Kasalxonalar uchun biznes g'oyalarining odatiy namunalariga quyidagilar kiradi. Ya'ni bolalar jarrohlik bo'limi kabi yangi klinik bo'lim, VIP xonalar, ya'ni bemorlar uchun mehmonxona turidagi joylashtirish va xizmatlar, reabilitatsiya bo'limi, tibbiyot buyumlari, piyoda yurish vositalarini sotadigan do'kon, bufet, kiosk, kitob do'koni, gullar do'koni, novvoyxona, sauna, sog'lomlashtirish markazi, fitnes mashg'ulotlari, plastik kosmetik jarrohlik yoki go'zallik saloni kabi kosmetik davolash, avtoturargoh, ya'ni kasallarga tashrif buyuruvchilardan mashinalarini kasalxonada to'xtatib turish uchun haq olish, ustaxona, ya'ni tibbiy asbob-uskunalarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'minlashni taklif qilish. Kasalxonalar ko'rsatadigan xizmatlardan qo'shimcha daromad olish uchun ko'plab imkoniyatlar mavjud, biroq ba'zi bir jihatlarni ko'rib chiqishingiz kerak. Masalan, xonalar, binolar, foydalanilmayotgan xonalaringiz bormi va bu xonalar sizning biznes g'oyangizga mos keladimi? Huquqiy va etik masalalar, biznes g'oyasi qonuniy va ruxsat etilganmi? Bu kasalxonaning vakolatiga yoki maqsadlariga mos keladimi? Siz kimdan ruxsat so'raysiz va bunday xizmatni ochish va undan foydalanish uchun qanday qonuniy va me'yoriy talablar mavjud? Mijozlar, xizmat biznes g'oya mijozlarga foydalimi? Mijozlar qancha to'lashga tayyor bo'lishi mumkin? Xodimlar va vakolatlar. Sizda xizmatni boshqarish uchun kerakli vakolatlar, boshqaruv va texnik ekspertiza xodimlar bormi? Shu kabi ishlar. Shuning bilan ushbu darsimiz ham tugadi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.